Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun 10-iyun 2025-yil. Kecha qo'ldan ishlangan betonameshалкамizda obzor qildik. Ko'p odamning so'rovlari bo'yicha ishlab turgan vaqtim qanday ishlashini tushirib bering, ko'rsating deydi. Shu an keldik mana. Mana yigitlarimiz yurtdi. Ulug'bek bormisan? Borman shu yerda. Mana. Harma mana. Hammasi shuning quyg'ani-ku. Qalay, yaxshimisan? Omon sog'misan? Harma. Mana yigitlaring-ku. Mana yigitlar. İşlab o'tgan. Beton ishlabdi bu da, ha? Beton ishlab turibdi. Hozir borib qo'yamiz senga. Aha. Bu necha kublik edi? 1 kublik bu. 1 kublik, ha? Mana. Qani qotlayman bir ko'rik buni. Ko'p odam so'rab turibdi buni. Assalomu alaykum. İşlash qanday ekan deb. Sifatli ishladimi? Ulug'bekning ishidan mamnunmisiz? Geldik vallahi karıştıran dur, bağlasan dur, gel yok. Bo'ldi, mana. Gidravlika bor ekan. Bu da panejini yok mu? Şu panejini koyularınız gerekende kumda da batmıyordu şunda. Evet, güzel. Mana O'zbekistonlik yigitlarimizdan ham yangi kashfiyot buni. Xitoydan qolishmaydi. Buni ko'rib hali Xitoylarimiz zamonaviy dokumentalniy qilib ishlab chiqar. Hamma narsa o'zlari lazerda turlaydi de. Ha, hamma narsani lazerda turlab oladi, ha? Havo tegislab. Ha. Günümüde yaxshi 10 soat 12 soat ishlaydi bular. To'xtamaydi, ha? Havo, günümüde yaxshi. Mana azizlar, mana. İşlashi bu, mana. Hozircha rushda ekan. Buni yanvarda boshladim dedingmi? Havo. Yanvarda boshlagan. Ko'p yerlarning halida kamislari bor ekan. Mana Toyota'nın kanalın ulam gidra bilan ishlayajak ekan. Oldina traktorning oldina kaput qo'yajak ekan. Bir yerlarni panel bilan bostiramiz deyotir mana. Mana azizlar, mana. Ishlashini ko'rsating deb edingizlar, mana. Kunida 100 kvadrat ishlab ketadigan bular. 1 kub ekan. Terisini aylansa chiqaraman hozir. Hozir qarib turibdi bu. Ha, bu yerdan mana gidravlический ishlaydigan mana. Ha, ya ayağdan ko'rmay qoladi-da. Mana. Gidra bilan ko'tarilar ekan, tushar ekan o'zi mana.
Mana azizlar. O'tolmayman ekanda u yog'ina. Yebar. Mana azizlar, mana. O'zbekistonimizning kashfiyotchi yoshlarning kashf qilgan texnologiyasi mana. Qo'ldan yasalgan betona mishalka. Bir kublik. Ulug'bek ukamiz yasabdi. Kecha obzor qilib berdik sizlarga. Mana. Qo'llab-quvvatlayman deganlar bo'lsa, like bosing, kanalimiz rivojlansin desanglar, podpiska bosing. Yanada bir ishlab chiqayotgan texnologiyasi bor ekan, hozircha sir dedi. Xudo xolasa, undan obzor qilib beraman. Ulug'bek ukamizga zakaz bo'lib turibdi, mana telefonda gaplashir. Bo'ldimi gaplashib mana. Ki. Buni qancha vaqtdan beri beton bilan shug'ullanib keltirsan? 5 yildan beri kelyapmiz betonda. 5 yildan beri. Yaqinda chiqardik bu texnikani. Nima sabab bo'ldi bu? Qayerdan ideya keldi bunga? Qarab o'tirib besini internetda ko'rib, İnternetten betona, zavodskiy betona mishalkini ko'rdinglar, internetdan. shuni ko'rib, Shunga qarab, bizdan bir kubal etib aha, chiqardik buni. aha, Hozircha ishlash jarayoni yomon emas, yaxshi. aha. Biroq kamchilar bor deding, ha? Erber bor, hozir. Bu yerlarda bostirish kerak, buni texnika bezopasnost degan narsalar bo'ladi, bularni yovish kerak, to'g'rimi? Yovib, uylari bor. No, samodelniy, ha? Bu yog'i. Endi buning bir razdatkasi kamiz bo'libdi, ha? Sababi razdatka bo'lsa, qum yerlarga пониженный скоростda kiraverasan-da. Qo'shsak, Aha, bor ideyalar. ideyada bor, ha? Endi bu bilan xudo xolasa cheklanib qolmaydigan chiqarsan endi, yo. Hozir bo'lmish bir kubal olib, Aha. endi 3 kubal ishlab chiqarib ketamiz. Boshlaymiz. İşte boshladingmi hozir 3 kubaga? 3 kubal boshlab qo'ydik. Hozir qo'ltimay qoldi, shu bilan qoldi u. Bu katta bo'ladi, chiqadimi? Katta bo'ladi, o'zi kapchasi bo'ladi. Ana zavodskoyda qildim. Qo'yday olinadi. Aha. Bunga chamamda qancha rasxod ketdi? 30-40 millionda ketdi. Bunga, ha? Ha. Zakaz bersa oqshomga tushirganda ishlab beraverasan, to'g'rimi? Xudo xolasa. Betonda necha so'mdan quyotirsan? Betonning kvadrati 40 million vaqtdi. 40 ming so'm bo'ladir, ha? Zakaz bo'lsa ishlayverasanmi, xudo xolasa? Hozir keyingi bir oyda biroq zakazing bor, ha? Yetishmaydi, ha? Hozir zakaz yetsa 10-15 kunsiz, ha? Mana ishingni ko'rib biroq ko'p odam zakaz berayotgan chiqar lekin, ha? 100 kvadratni bir kunda quyib ketadi dedi mana uyning egasi. Молодец. Ishingga rivoj. Xudo xolasa azizlar, mana podpiska bosib qo'yasizlar, like bosasizlar. 3 kubalikni ishlab chiqargan vaqtimda onu ham obzor qilib tashlayman, xudo xolasa. Chaqiramiz. Zakazlar bo'lsa mana aytaverasizlar, Ulug'bekka xudo xolasa quyib ishlab beradi sifatli ekan ishlari. Ishlaringga rivoj al uka. Sog' bo'ling. Yaxshi.